Bir yildan beri mehnat qilasiz va mana shunday sifatsiz mahsulotlarga ega bo'lasiz. Yoningizda turgan qo'shningiz esa xuddi shu tadbirlarni amalga oshirgan holda mana shunday sifatli mevalarga ega bo'ladi. Siz ham mana shunday sifatli mevalarga ega bo'lishni xohlasangiz, ushbu video aynan sizlar uchun. Tinim davriga kelib, nafaqat daraxtlar, balki zararkunandalar ham qishlovga ketishadi. Ular qayerda qishlovga ketishadi? Ular aynan ushbu daraxtlarning shox-shabbalarida, daraxt po'stloqlari orasida va daraxt tobiqlari orasida qishlovga ketishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Ushbu zararkunandalarga qarshi kurash tadbirlarini nafaqat vegetatsiya davri davomida, balki qishlov davrida ham amalga oshirish mumkinligini bilarmidingiz? Ushbu zararkunandalarga qalqondorlar, shira, trips, o'rgamchakkana, mevaxo'rlar, qandalalar va boshqa turdagi zararkunandalar kiradi. Bog'laringizni sifatli va o'z vaqtida oziqlantirmoqdasiz, lekin natijada yana shunday sifatsiz mevalar hosil bo'layotgan bo'lsa, buning sababi albatta zararkunandalarning zararli ta'siri hisoblanadi. Mobe Prom preparati tarkibida 95% mineral moylardan tashkil topgan preparat bo'lib, ushbu preparat hech qanday kimyoviy moddalardan tashkil topmagan. Mineral moylar tashqi muhit, atrof muhit va bog'lar uchun mutlaqo zararsiz hisoblanadi. Ushbu preparatning sarf me'yori 100 litr suv uchun 1 litrdan 1,5 litrgacha bo'lgan miqdorda qo'shib qo'llanish tavsiya qilinadi. Preparat qanday ta'sir etadi? Preparatning ta'sir etish mexanizmi juda ham oddiy bo'lib, ushbu preparat bilan ishlov berilgandan so'ng bog'larda, daraxt tanalarida moyli, ko'zga ko'rinmas qatlam hosil bo'ladi va natijada zararkunandalarning ustini qoplashi natijasida ushbu zararkunandalarga havo yetib bormasligi hisobiga zararkunandalar to'liq nobud bo'ladi. Ushbu preparat bir vaqtning o'zida avidsidlik, insektitsidlik va akarisidlik xususiyatlarini namoyon eta oladi. Sizlar ham bog'laringizdagi zararkunandalarni qishlovga ketgan chog'ida ularni sonini kamaytirishni xohlasangiz va bunga yechim izlayotgan bo'lsangiz, Mabetco kompaniyasi sizlarga o'z yechimini taqdim etadi. Agarda sizlarga ham xuddi shunday turdagi preparat kerak bo'ladigan bo'lsa, Mabetco kompaniyasiga murojaat qilishlaringiz mumkin.